Chiyani iste'mol qilishni 3 usuli. Sizlar juda ham ko'p so'radinglar chiyani qanaqa iste'mol qilishni. Men sizlarga hozir to'liq ma'lumot beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, juda ham foydali ma'lumot bo'ladi. O'sha o'zimning ota-onamga beradigan chiya mana shu. Xo'p, chiyani ikkita kichkina qoshiqda suvga qo'shib, qaynatilgan suvga qo'shib ichsa nima bo'ladi? Dieta qotganlar uchun, to'g'ri ovqatlanishda bo'lgan insonlar uchun juda ham foydali. Ertalab choydan, nonushtadan oldin 20 daqiqa, 30 daqiqa hisob qilsanglar tayyor bo'ladi. Bular sizlar dieta qotganlar uchun juda ham foydali. Ertalab oshqozoninglarni uyg'otib beradi. Chiyani ikkita qoshiqda kefirga solsak nima bo'ladi? Ertalab minimum 1 soatda, 1 soat 1,5 soatda tayyor bo'ladi solib qo'ygandan keyin. Bu juda ham probiotikka, kletchatkaga boy bo'lgan va sizlarni ozmoqchi bo'lgan insonlar uchun juda ham foydali. Ya'ni oshqozoninglarni to'q, organizminglarni to'q tutib beradi kuni bo'yi. Ozishlar uchun ideal variant. Bu ham choydan oldin. Agar chiyani ikkita qoshiqda sokka qo'shib ichsak, ya'ni bu naturalniy sok bo'lsa, iloji bo'lsa, olma sokimi, shaftoli sokimi o'zingizlarning tabiiyligiga qarab solsanglar, trenirovka qilayotgan akalar, singillar, opalar uchun ideal variant. Bu sizlarni energiyalarni juda ham ko'tarib beradi va mazasi juda ham yoqimli va shirin bo'ladi. Chiya iste'mol qilmoqchi bo'lgan yoki trenirovka yoki ozmoqchi bo'lgan yoki dietada bo'lgan insonlar uchun insonlarga bu videoni tez tashlab qo'yinglar. Foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying va obuna bo'lishni unutmanglar.